Do'stlar hammasi so'rayapti, qanday qilib to'g'ri ro'yxatdan o'tamiz. Hozir Xudo xolasa mana shu videoda podrobniy qilib tushuntirib beraman. Mana hozir Hasan aka ham kirib bo'lmayaptilar. Mana silkani ustiga bosasiz, manada primoy tushasiz mana. Haqiqiy ofitsialniy Pocket Option'ni nimasi. Xo'p, email mana birinchi o'rinda mana bu yerda til deya kirsalang, mana hamma til bor mana. Afg'onistonniki misol boy til bor, inglizcha, polskiy, mana tojikcha, mana o'zbekchaga kirasizlar, mana o'zbekcha bosasizlar mana. Elektronniy pochtalang bo'lmasa, tushunmasanglar qana ochishni, misol yaqinlaring, misol tushunadiganlar aytsangiz, sizlarga отдельный elektron pochta ochib beradi. Misol bu yerga yozasizlar, misol elektron pochtalang mana Muhammad Abdullayev. Endi emailning qanaqa bo'ladi? Endi o'shanga qarab shu emailning qanaqa bo'lsa, xuddi o'shani ko'chirasizlar-da. gmail.com shu emailning qanaqa bo'lsa, keyin parol kiritasizlar. Parollarni misol uchun xohlagan parollarni kiritasizlar-da. Endi hozir parolga vijir qo'yib yuboramiz. Boshqatdan Mekka misol men promo kod beraman. Promo kod nimaga kerak? Promo kod misol balanslarni misol nechi pul $50 tashlasalar, shu $50 2 baravar qilib beradi. Yo bo'lmasam shu misol nechi foizli bonus bo'lsa, 50% bo'lsa, $100 $50 yana qo'shib beradi. Men silka orqali kirganlar uchun promo koddan beraman. Promo kod yana tashab beraman. Katta harfda yozasizlar. Abdullayev. Eslangda qolsin, mana Abdullayev promo kod bo'ldi. O'tgandan keyin hamma yoq chotki, ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Kutamiz. Mana ro'yxatdan o'tildi. Salom, Pocket Option'ga xush kelibsiz mana. Davom etish. Keyin mana chiqadi. Hozir men VPN da o'tirganim uchun menda mamlakatingiz Polsha turibdi, valyuta Polshani shu zlotida turibdi. Agar sizlarda O'zbekiston VPN siz ishlab turgan bo'lsangiz, buni shu yerda O'zbekiston valyutasi turadi, almashtirish shart emas. Agar kimdir VPN ishlab turgan bo'lsa, o'shani o'zgartirib beramiz. Polshani yozib qo'ya olamiz. Yo'q. O'zbekchada yozish kerak. Hozir chiqmayapti. Cho'ta. Yoz topamiz O'zbekistonni. O'zbekiston chiqmayapti lekin. Tushib olamiz pastga. O'z bilasizlar, shu eng oxirida turadi, o'sha oxirlarida. Ummon bor ekan mana, Ummon. Lekin O'zbekiston topilmayapti, lekin jigarlar. Mana O'zbekiston oxirrog'ini bosasizlar, mana o'sha avtomatik almashadi. O'zbekiston so'm tasdiqlash mana ketdi. Va savdoda omadingizni bersin. Omadingizni bersin. Yolvordim o'qishdan. Investitsiya kiriting va real foyda oling. Mana kirish yo'riqnomasini o'rganib chiqing. Iloji bo'lsa, mana shuni o'qib chiqinglar. Platformaga o'tish, mana hoziroq platformaga o'tish bu grafik ko'rsatadi. Mana boshamiz. Prosta boshlashni bosgandan keyin bitlar qaramaymiz. X ni bosasizlar. X mana